universitetida o'qiganman. Omadingizni bersin, intilganga tale yor. Hech qachon kech emas o'qishga, hayotni yangitdan boshlashga. Mana men misol, mana 44 yoshda Germaniyaga kelib, hayotimni noldan boshlayapman. Qo'rq qo'rqmayman, chunki bu mazali narsa. Bu bir zo'r jarayon. Yangitdan, noldan. Boshqa til, boshqa mamlakat, yangi yangi o'qish, yangi ish, yangi mentalitet. Это же так прекрасно. А, Odam ozgina nimasi o'zgaradi, kengayadi, расширится кругозор, dunyoqarashi, мировоззрение расширяется. Когда вы меняете что-то в жизни, надо менять. Men to'g'risini aytsam, Rossiyada burchakda chevarxonamda o'tirib, meni hayotim emas bu, jonga tegdi, ya больше не могу deb shunday chevarxonamni shunday yopib ketib yuborganman Shri-Lanka oroliga 3 oyga. Qaytgim kelmagan. Chunki men bezor bo'lganman, shu tikish 15 yil chevarchilik qildim. Bo'ldi-da, endi nahotki shunaqa o'lib ketaman chevar. Burchak 6 kvadrat joyda. 10 yil 6 kvadrat joyda o'tirdim. Men aytdim, "Cho'ta meni hayotimga o'xshamayapti bu" dedim. Men bunaqa hayotda orzu qilmagan edim. Ketaman men dedim. Nima uchun ketaman dedim? Miyamni yangilash uchun.